Gullarimga har 20 kunda, 22 kunda yantarni kislota berib turaman, barkidan beraman, tomiridan beraman. Bu quyosh nurini effektini berar ekanda. Bundan qanday qilib yaxshilab hamma gullarimga purkab chiqaman yantarni kislotadan. Mana bolachalari oxirida olib, ularni boshqa to'yga ko'chiraman bolachalarini. Bu gullar ham bir mo'jiza, xo'jayin. Qarang, jonli mavjudotda bular ham. Qaramasangiz o'lib qoladi. Mana buni gulimni zo'rg'a nimadan chiqarib oldim. Nima deydi? Reanimatsiyadan chiqarib oldim. Zo'rg'a mana bu ham o'rtasidan bolasi bor, o'rtasidan bola chiqarib reanimatsiyadan keyin. Tushkunlikka tushib qoldi-da, uyga olib turganimda. Endi yantarni kislotani tomiridan beramiz. Ozgina oddiy suv quyib olamizda, undan keyin yantar kislotasini beramiz. To'g'ridan to'g'ri bermaymiz. Ozgina nam bo'lishi kerak tomiri gulimizda. Mana. Mana. Bunisiga ham quyamiz.